hozir bu qurgan sari orasidagi kileklari shimirishni boshlaydi. Toshlari mana shunaqa qilib yuzaga chiqishni boshlaydi. Shunday olsa bo'ladi. Hozir ko'rinishi boshqacha. Qurgandan keyin shunday bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Shu mineralcham boshda ursang shunaqa bo'ladi. Keyin mana shu toshlari ko'rinadi. Kileklari shimirishni boshlaydi ichkariga qarab. Qurib yo'qolgan. Qurgandan keyin mana shu ko'rinishga keladi. Polniy suv sap yuvilaveradi keyin. Bemalol. Men o'zimdan ham bilsangiz bo'ladi. Men tirnog'ingiz bilan o'ya olmaysiz. Juda baquvvat narsa. Chilmuni nasi? Garantiya. Agar to'g'ri foydalansangiz, zavod tomonidan 10 yil garantiya beradi. Undan ko'p turadi. Undan ko'p turadi. Buni to'g'ri suvoq ursa bo'ladimi? Semen suvoga. Semen suvoq. Shu suvoq urasiz. Eklayana. Shundan yaxshi turadi axir bu. Eklaydi-da. Ya teyni kafelchilar urib ursa. Yo'q, kafellikni kirib ursangiz ham bo'ladi. Urmasdan agar devoringiz suvog'ingiz tekis bo'lsa nima kerak bor kafellik? Yo'q, tekis bo'lmasa endi bo'ladi. Tekis bo'lmasa silliqlab olish uchun agar kafelliklar bilan tekis olsangiz bo'ladi.